Tog'a obunachilardan savol kelyapti. Puli bo'lib turib, birovning haqqini bermayotganlar, cho'zib yurganlarga nima deysiz endi? Ularning jazosi nima bo'ladi? Birovlarda haqqingiz bo'lsa, birodarim, agar imkoniyat qilib bir ozgina qo'yib bersangiz, ozgina vaqt bersangiz, ozgina kuniga bir so'mga 16 so'm ekson qilgan hisobini olib turasiz. Va siz sabr qilganingiz uchun Alloh taolani ulkan mukofot olasiz. Siz birovda haqqini yeb, ana plyus bo'lib turib uyda bermayotganlar, yuqorida ta'kidlagan mana. Sizga shirinlik bilan go'sht yeyish mumkin emas o'zi asla. Tushunyapsizmi? Dunyoda Alloh taolo jazo bilan mukofotni ko'tarib qo'yganligi uchun joningizga hech narsa bo'lmayapti. Yaqinda boshlanadi, unda kech o'ladi. Shuning uchun bering, olib borib bering. Olib boring, o'rningizdan turib olib borib bering. Chekni sotib oling, yarmini sotib oling, uyda olib borib bering. Asha qabrda juda asliga yengil o'ladi. Juda yengil o'ladi. Olib borib bering. O'lida qolib kelsa chataman, oshna. Xudoning yo'lida urushga chiqqan shahidda agar to'g'ri jannati deyilgan. Lekin agar birovda haq qarzi bo'lsa, o'sha jannat, o'sha shahidni jannatdan chiq deydi baqa deydi. Buni rozi qil deydi.